Kim nima dese desin, özümni söydürüş üçün özgürüş mağa toğru gelmeydi. Haqiqiy söygen adamga qusurlaring qusur bo'lib ko'rinmaydi. Hayotingda ko'zlari bilan ko'zlaringga qaragan emas, yuragi bilan yuragingga qaraganlar bo'lsin. Chunki bu hayot faqat shular bilan baxtga erishiladi. Birisi cho'qim o'zgarishingni talab qilsa, hargiz o'zgarma. Bugun bir narsaning ko'ziga kirib oladi, ati boshqa narsaning. Oxirida o'zingni butunlay boshqa birisi sifatida ko'rasan. Haqiqiy söygen kishi o'zgarishingni xolamaydi. Yuragingni og'ritayotgan bo'lsa, og'ritishiga ruxsat qil. Qalbingni ranjitayotgan bo'lsa, ranjitishiga. Ketmoqchi bo'lsa ketishiga, xafa qilayotgan bo'lsa, xafa qilishiga ruxsat qil. Chunki sana qilinganlar sening o'zgarishingga sabab bo'ladi. O'zgarishingmi, o'ngchilishingmi?